Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomni boshidan oxirigacha Shahrizoda qizimni tug'ilgan kuniga bag'ishlaymiz qizlar. O'tgan videoda ko'rsatib o'tgandim bolajonlar uchun sovg'alar olganimni va uni yoniga bittadan kurasan bilan bittadan sok qo'yib o'g'il va qizlarga tarqatib chiqamiz qizlar. Podarkalarimiz bolalarga ham yoqadi deb o'ylayman. Unchalik qimmat bo'lmasa ham asosiysi bolalar uchun qilingan e'tibor deb o'ylayman. Hamma sovg'alarimiz tayyor bo'ldi. Hammasini chiroyli qilib joylashtirib chiqdik. Qizchalarga ham, o'g'il bolalarga ham yoqadi deb o'ylayman. Qizlarjonlar, menga kech bo'lganda shunaqangi chiroyli dastavkam keldi va nihoyat bularni anchadan buyon kutayotgandim. Oktyabr oyida zakaz qilgandim, lekin adashib mana bu organizerlarni qizim uchun zakaz qilgan organizerlarni adashib boshqa klientga berib yuborganlar va men uchun yana qayta zakaz qilib hamma narsalarimni bitta qilib yubordilar bugun. Ulgurdik Shahrizodani tug'ilgan kunidan oldin olib kelishga va sizlarga hozir narxlarni ham aytib o'tmoqchiman. Narxlarni aytsam hayron qolasizlar qizlar. Aksiyada bularni donasini 30 mingdan olganman. Ikkitasi 60 ming qizlar. Oynasini oldiga qo'yish uchun zakolkachalar abadoklar uchun shunaqangi chiroyli organizerlar olgandim qizlar. Shahrizoda bog'chadan kelishiga chiroyli oformleniya qilmoqchiman. Xonasini yangi yozgan pastilam mana bu chiroyli organizerchalarni shariklar bilan bezatib xonasini qo'ymoqchiman va o'zim uchun zakaz qilgan narsalarni ham ko'rsataman. Mana bu sumkalar qizlar, donasi 50 mingdan, ikkitasi esa 100 ming. Buni ham o'sha internet magazindan zakaz qildim. Juda ham kачествоsi zo'r qizlar. Shunaqangi yumshoqqina. Zamoqlarni ham ochilishi zo'r. Kачествоsi вообще zo'r. 50 mingga qizlar sumka bermasa kerak deb o'ylaganim. Qanaqa keladi deb hayron bo'lgandim. No, lekin kачествоsi вообще zo'r qizlar. Umuman 50 minglik sumkaga o'xshamaydi. Buni o'zim uchun zakaz qilgandim. Unaqangi razmeri kichkina emas. O'zim unaqa katta sumkalar olib yurmayman. Juda ham chiroyli, kачествоsi ham zo'r. Ikki xil rangda zakaz qilgandim qizlar. Mana bu maychikani, buni 70 mingmi, 75 mingmi esimda yo'q. Buni ham zakaz qilgandim. Buni kostyumlarni, pichoqlarni tagidan kiyish uchun shunaqangi bazaviy maychika. Materiali shunaqangi yumshoq, cho'ziluvchan, bemalol любой razmerga to'g'ri keladi. Va mana bularni bizlarga sovg'a qilib yuborganlar. Qizim uchun zakolochkalar va men uchun shunaqangi nosovchki kompliment sifatida yuborganlar. Kiyimlarni solib qo'yish uchun, qishki yozgi kiyimlarni solib qo'yish uchun shunaqangi kofr zakaz qilgandim. To'g'ri karkasda keladi deb o'ylagandim, lekin simi yo'q ekan. Material juda ham plotniy, zamoqda. Kiyimlarni, qishki yozgi kiyimlarni olib qo'yish uchun juda ham qulay. Menda bitta bunaqa bor edi, lekin u simlik edi. Bular simsiz ekan. Может, karton qo'yamanmi, ko'raman qizlar. Agar yaxshi turmasa karton qo'yaman. Menimcha shuni ham ushlasa kerak formasini. Bundan ham ikkita zakaz qildim. Bular ikkitasi 80 ming, 40 mingdan menga tushdi qizlar. Umuman hech qancha pulga shuncha narsa olganim qizlar juda ham zo'r. Sizlarga ham albatta agar qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga o'tsalaringiz, silkasini qoldiraman. Shahrizodaning xonasini chiroyli qilib bezatib qo'ydim. Pardalarni qarang, qanaqa chiroyli bo'ldi. Girlyandalarni ilib qo'ydik. Pardalarga yangi pastellarni chiroyli qilib solib qo'ydim. Va organizerchalarni ham ichini to'ldirib qo'ydim qizlar. Zakolochkalar bilan har xil zakolkachalar, bu yerda esa abadoklarini chiroyli qilib qo'ydim qizlar. Kelsa yoqadi deb o'ylayman. Bu yerda shariklarni ham shirib qo'ydik. Juda ham chiroyli bo'ldi. Kelganda menimcha xursand bo'ladi deb o'ylayman. Endi esa Shahrizodaning bog'chasidagi bayramdan ham sizlar bilan ozgina bo'lishmoqchiman. Biror marta tug'ilgan kunida animator chaqirmaganmiz. Shunaqangi har xil ertak qahramonlaridan biror marta chaqirmaganmiz va shu safar so'radi bizdan, menga Mishkami, Zaykami biror kishi kelsin deb, lekin dadasi ataylab yo'q dedilar. Chaqirmaymiz deb va bularning gruppasi 2-etajda bayram qilish uchun 1-etajga tushganlarida
o'zi xohlagan zaykani ko'rib judayam xursand bo'ldi qizlar. Judayam xohlagandi, lekin kutilmaganda shunaqa tabriklashga borganimizda judayam xursand bo'ldi va animator kostyumini esa men kiygandim qizlar. Kostyum tagidan men chiqganimda uni Shahrizodaning emotsiyasini so'z bilan ta'riflay olmayman qizlar. Judayam xursand bo'ldi. Ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, albatta eng baxtli ona bo'ldim. Har bir ota-ona uchun farzandini xursand qila olish, farzandini ko'zdagi quvonchni ko'rishdan kattaroq baxt bo'lmasa kerak. Qizlar tug'ilgan kun o'tkazib keldik. Bolalar shuncha sovg'a berishgan. Hammasini archani qoldiraman. Shahrizoda o'zi bog'chadan kelgandan keyin bitta ochib, obzor qilib sizlarga ham ko'rsataman. O'zi ochib ko'rsatadi sizlarga. Shahrizoda bog'chadan keldi. Gruppadoshlari juda ham ajoyib sovg'alar berishgan. Hammalari yoshlarga mos. Kimdir konsavar bergan, kimdir shirinlik bergan. Xullas hammalari o'z bo'lsa ham vнимание qilishga harakat qilishgan. Bundan albatta Shahrizoda juda ham xursand bo'ldi. Sovg'alarni olishni, ularni ochib tomosha qilishni hamma yaxshi ko'rsa kerak qizlar. Bu yerda bizni yordamchimiz Abbakir ham yordamlashyapti bizlarga. Albatta guruhlarini bunaqangi drujna qilib tarbiyalayotgan shunaqangi ajoyib vositatsiyalarimiizga katta rahmat deymiz. Shahrizodani tug'ilgan kunini ajoyib ko'tarinki kayfiyatda chiroyli qilib o'tkazib berganliklari uchun. Bizda esa tug'ilgan kunimizning birinchi qismidan shuncha sovg'a. Endi esa keyingi kunga o'tamiz. Qizlar jonlar, bizga bugun shanba kuni o'sha ovqatlarni tayyorlashni boshladim. Birinchisiga sho'rva bo'ladi. Sho'rvamiz pishyapti ertalabdan buyon. Bu yerda til qaynatyapman. Asarchi uchun necha marta magazindan oldik, umuman yoqmadi qizlar. Shuning uchun shu oxirgi paytlar faqat o'zim olib qaynatib yeyapmiz. Ham foydali, ham mazali, самое главное halol. Uyda svejiy tayyorlangan ekanligini bilasiz. Gazimga e'tibor bermaysizlar. Va bu yerda mana ikkita salat qizlar. Birinchi salatim doimgiday Sezar salati, bolalar yaxshi ko'radigan iceberg salat bilan cheri pomidor qidirdim. Qizlar Avtorchirmet bozorga borgandik, topolmadim. Ila qayerda sotilishini bilmayman. Supermarket borishga уже erindik, chunki yo'limiz chap bo'lardi. Shuning uchun bozordan pekinskiy kapusta bilan salgina kichikroq pomidorlardan oldim. Buni yoniga tovuq go'shtini duxovkada pishirgandim va qaynatilgan bedana tuxumi bu yerda qizlar o'zim suxarik tayyorladim. Juda ham mazali chiqdi. Bunaqa chiqishini kutmagandim. Ozgina paprika solgandim. Ham qizlar arzon, budjetni, umuman hech qancha pul ketmaydi. Oddiy toster nonni ustiga ozgina paprika solib 5-10 minut duxovkada qizdirib olsangiz juda ham mazali chiqdi. Oddiy kreshkilardan ko'ra anchagina ham mazali, самое главное arzon qizlar. Bu yerda esa ikkinchi salatimiz. Buni internetdan ko'rgandim. Menimcha mazali bo'lsa kerak. Mazali chiqadi deb o'ylayman. Buni ichiga ham tovuq, qaynatilgan tuxum, kukuruza, go'sht, tovuq go'shti va bu yerda mana marinovani piyoz hozir solamiz. Qizil piyozni marinatsiya qilib qo'ydim. Уксус bilan ozgina limonning suviga ozgina suv ham qo'shganman bu yerda. Va hozir sir mayonez qoladi. Ularni hammasini aralashtirib, keyin dasturxonga tortamiz chiroyli bezatib. Shahrizoda uchun zakaz qilgan tortimiz ham yetib keldi. Juda ham mazali edi. Doimgidek cheesecake by Nasibadan zakaz qildik. Tortga gap bo'lishi mumkin emas, hammaga yoqdi. Ustlari, ichlari to'la meva edi. Klubnika, golubika, banan bilan bezatilgan juda ham mazali. Ustlari nutella qilingan. Sizlar ham albatta yangi yil dasturxonlaringiz uchun zakaz qilib oila davrasida yesalaringiz bo'ladi. Pastda raqamlarni ham qoldirib qo'yaman. Endi esa sekin-sekin narsalarni dasturxon ustiga qo'yishni boshlaymiz. Nakrivas qilayotganda shoshib qolmaslik uchun asarchi narsalarni ham oldinroq hammasini kesib tayyorlab qo'yaman. Va salatlarni ham hammasini tayyorlab qo'ydim. Faqatgina mayonezni aralashtirish qoladi. Endi esa salatlarimizni zapravit qilib, undan keyin tarelkalarga solib chiqamiz. Mana bu shampinyonli salatimiz ham juda ham mazali chiqdi qizlar. Ayniqsa turmush o'rtog'imga juda ham yoqdi.
Qizlarjonlar, yangi yilga ham sanoqli kunlar qoldi. Yangi yil dasturxoni uchun nimalar tayyorlaysizlar, qanaqa salat, qanaqa ovqatlar qilasizlar, qanaqa zakuskalar qilasizlar? Albatta bu haqida kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq bo'ladi va o'zim ham yangi retseptlar bilan bo'lishni xohlayman. Hozirgi vlogda ham sizlarga kanapе tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Juda ham oddiy va juda ham oson. Unaqangi qiyin emas, faqatgina ozgina fantaziyani yo'qsak, dasturxonimiz juda ham chiroyli bo'ladi. Oddiy narsalarni ham chiroyli qilib podacha qilsak bo'ladi qizlar. Buning uchun bizlarga oddiy borodinskiy qora noni kerak bo'ladi. Qaynatilgan kartoshka va sel kerak bo'ladi. Piyoz hammani uyda topilsa kerak deb o'ylayman. Ayniqsa shunaqangi fioletli piyozlar bo'lsa, albatta yaxshiroq bo'ladi, chunki oddiy piyozlardan ko'ra bu shirin va unchalik achitmaydi. Va oddiy shpashkalar Любой konditerskiy magazindan topsalaringiz bo'ladi. Pachkasida 20 tami qancha bo'ladi? Bor yo'g'i 8 mingdan. Oddiy narsa, lekin odamni kayfiyatini ham ko'tarib, shunaqangi dasturxonlaringizni ochib beradi. Oddiy narsalarni chiroyli qilib dasturxonga tortsak, ham mehmonlarimiz, ham o'zimizni ham ko'zimiz quvnab, ishtahamiz ham ochiladi. Kanapelarimizni faqatgina shunaqa emas, sostavini almashtirib, ichiga o'zimizni didimizga moslab, har xil qilib dasturxonga tortishimiz mumkin. Endi esa mevalarimizni chiroyli qilib kesib, mehmonlar oldiga qo'yamiz. Bu safar dasturxon uchun ko'p narsa tayyorlaganim yo'q. Somsalarni ham zakaz qildik. Doim o'zim tayyorlardim somsalarni. Bu safar esa hammamiz yaxshi ko'radigan olov somsalardan zakaz qilganmiz. Uni ham albatta video davomida ko'rsatib o'taman. Ikkinchi ovqatga esa shashlik buyurtma qildik. Shahrizoda juda ham go'shtli ovqatlarni yaxshi ko'radi. O'zi tug'ilgan kuni biror joyda o'tkazsak ham bo'lardi, biror bir restoranda, lekin Abu Bakr bilan umuman restoranda o'tirib bo'lmaydi. Erkin yurishni yaxshi ko'radi. Samostoятельно doim emaklab yurgisi keladi, biror joyni ushlab yurgisi keladi. Shuning uchun Abu Bakrni o'ylab hammamizni qiynab qo'yadi deb, o'zi ham yaxshi o'tira olmaydi deb uyda o'tkazishga qaror qildik va Abu Bakrni o'zini tug'ilgan kuni ham uyda o'tkazamiz. Baribir oila davrasida uyda o'tkazgan menimcha yaxshiroq. Tug'ilgan kun va yangi yil bu oilaviy bayram bo'lganligi uchun baribir uyda o'tkazganimiz yaxshi deb, ozgina charchasam ham o'zim uyda hamma narsalarni tayyorlashga harakat qildim qo'limdan kelgancha. Va chiroyli qilib mehmonlarimizni kutib olib, mehmon qilishga harakat qildim. Baribir yosh bola bilan mehmon kutish salgina qiyinroq va yangi yil va tug'ilgan kunni o'tkazish kerak emas deb hisoblaydigan obunachilarimizga shuni aytmoqchiman. Shu tug'ilgan kunlar bahonasida hamma qarindoshlar yig'ilib, bir-birimiz bilan chaqchaqlashib, bir-birimiz bilan yangiliklar bilan bo'lishamiz. Yaxshi ham shu tug'ilgan kunlar bor ekanki, bir dasturxon atrofida yig'ilib, birgalikda vaqt o'tkazishadi. Mana frukto va assortilarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bularni ham chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Stolimizni usti menimcha chiroyli bo'ldi. Va eng asosiysi, Shahrizoda uchun ikkinchi kun yana tug'ilgan kun qilib berayotganimizdan juda ham xursand. Esida qolarli tug'ilgan kun bo'ldi bu safargisi. Dastavkalarimiz ham kelishni boshladi. Birinchisiga shunaqangi somsa, mazali olov somsalari, ikkinchisiga sho'rva tortgandik va oxirgisiga esa shunaqangi mazali Shahrizoda xohlagan shashliklar. Tug'ilgan kunning eng kulminatsion momenti albatta tortni puflash. Tortlarni ham mazza qilib yeb olib, endi yig'ishtirishga o'tamiz. Xo'p, qizlarjonlar, bizada tug'ilgan kundan keyingi shunaqangi holat hozir. Endi pastalarni hammasini pastamoykaga solib qo'yaman. Sig'maganini o'zim qo'lda yuvib, qolgan narsalarni xolodilnikka solib, undan keyin mazza qilib dam olamiz. Stolning ustidagi narsalarni yig'ishtirishda bolalar yordam berishdi va mehmonlarga beradigan narsalarimni berib, qolganlarini esa xolodilnikka joylab chiqdim. Endi esa sig'ganicha pastalarni pastamoykaga solib, qolganini esa qo'lda yuvib chiqaman. Yaxshi ham shunaqangi yordamchilarimiz bor. Ishlarimni tezroq qilib olib, unchalik ko'p charchamasligimga yordam berishadi. Oshxonamiz akkuratni bo'ldi. Hamma joyni yig'ishtirib chiqdik. Pastalar yuvildi. Faqatgina endi korobkalarga olib qo'yish qoldi.
Hamma joy toza, akkuratni, qolgan narsalarni xolodilnikka joylab chiqdik. Endi esa ishlarimizni bo'lib, sovg'alarni tomosha qilamiz. Sovg'alarimizni ko'rsatishni boshlayman. Buni konservalarni bobosi Shahrizodaga sovg'a qildilar. Shunaqangi необычный bloknotik. Bundan pechenyeni hidi keladi. Bu yerda qalam, ikkita tomonda ikki xil rang tajrid qilingan flomaster nabor, 24 talik ikki xil lineyka и pikmi palochka. Yana ustiga pul ham berdilar bobosi. Buvisi ham oyijon pul berdilar va amakisidan shunaqangi nima deydi, hamma qizlar orzu qiladigan katta kuklni domik. Juda ham zapchastlari ko'p ekan. Buni bir martada yig'a olmaymiz. Shuning uchun qishki kanikullarda akalari bilan birgalikda biror bir kinoni qo'yib, birgalikda hammamiz yig'amiz, oilaviy. Hozircha esa yangi yilga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yangi yilda juda ham ko'p she'rlari, qo'shiqlari, raqslar bor. Hozir o'sha bilan shug'ullanishimiz kerak va kanikulda albatta shunaqangi chiroyli kukulni domikni birgalikda yig'amiz. Yana undan tashqari oyim ham akam bilan kelishgandi. Ulardan ham shunaqangi sovg'alar, Shahrizoda shokoladni juda ham yaxshi ko'radi. Menimcha hamma bolalar yaxshi ko'rsa kerak. Bir korobka shokolad va shunaqangi meshочкda konvert bilan birgalikda pul berishdi. Tog'asi bilan buvisi, Shahrizodani initsiallari tushirilgan Shahrizoda Fatayeva. Shunaqangi sovg'alar oldik. Dadasi va akalari pul berdilar. Hozir pul yig'ishni o'rgatyapmiz Shahrizodaga. Bugungi videom sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. O'zingizni asrang.